biznesda boshqaruv nazariyasining rivojlanishi. Shu mavzular tanishamiz, o'rganib chiqamiz. Dastlab oddiy bir holat bo'yicha biznes faoliyatini boshqarish nazariyasi haqida to'xtalib o'tamiz. Ya'ni bu boshqaruv jamiyat munosabatlarining muhim ko'rsatkichi sifatida jamiyat hayotining barcha jabhalariga tegishlidir va insonning jamiyatdagi mohiyati va mehnati taqsimoti, kooperatsiya va muomala zarurati iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy munosabatlardan kelib chiqadi. Ya'ni boshqaruvsiz tabiatni o'zgartirish, mehnat qurollari va predmetlarini yagona ishlab chiqarish jarayonida birlashtirishga yo'naltirilgan faoliyat yuritishning iloji yo'q deb aytsak ham bo'ladi. Demak, mustaqil rivojlanish yillarida asosan o'sha bir qancha holatlarni ko'rishimiz mumkin va yana aytishimiz mumkin, boshqaruvga ozgina ta'rif berib o'tadigan bo'lsak, boshqaruv bu ijtimoiy mehnat jarayoniga ishlab chiqarish rivojlanishining obyektiv qonunlari asosida yo'naltirilgan tarzda ta'sir o'tkazish tizimi deb aytsak bo'ladi. Ya'ni har bir ishchining va butun jamoaning mehnatini bir vaqtning o'zida nazorat qilish, motivatsiya va tartibga solish usulidir. Ya'ni moddiy boyliklarni, ne'matlar hamda ularga kengaytirilgan qadriyatlarni taqsimlash, iste'mol qilish va ayirboshlash ham boshqaruvda talab qilinadi. Bundagi holatda ko'rishimiz mumkin, ya'ni korxonani boshqarish xususiyatlari bilan tanishib o'tamiz. 4 ta holatga bo'lingan. Korxonani boshqarish xususiyatlari, birinchisi bu odamlar aql idrokka ega bo'lib, ularni tashqi muhitga, ya'ni boshqarishga munosabati mexanik tarzda emas, balki aqlan idrok etilgan holatda anglangan munosabat demakdir. Keyingisida odamlar doimiy ravishda demak takrorlashib rivojlanib borishiga qodir holatlari, ya'ni qodirlar va shu boisdan ham xodimlarning doimiy ravishda takrorlashi va rivojlanib borishiga ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingisida insoniy mehnat faoliyati hozirgi jamiyatda 30-50 yosh davomida davom etyapti. Ya'ni shunga ko'ra inson bilan korxona va tashkilotlarning o'zaro munosabatlari ham uzoq vaqt davom etish xususiyatiga ega. Va to'rtinchisida moddiy va tabiiy resurslardan farqli o'laroq odamlarga ko'p hollarda korxona va tashkilotga ongli ravishda muayyan maqsadlar bilan keladilar. Ya'ni va tashkilotlar ana shu maqsadlarni amalga oshirishda yordam kutadilar. Keyingi slaydimizda ko'rishimiz mumkin, boshqaruvning tashkiliy tizimi, ya'ni texnik tizim, ijtimoiy tizim holati. Ya'ni korxonalarning boshqaruv tizimlarini ikki xil holatda bo'lyapmiz, texnik va ijtimoiy holatda. Keyingi slaydimizda korxona boshqaruv tizimini bosqichlarini ko'rishimiz mumkin. Dastlab korxona xodimlar demak korxonaning xodimlarini boshqarish tizimi bosqichlari. Birinchisi tayyorgarlik bosqichi, ya'ni kasbga yo'naltirish, kasb tanlash, dastlabki kasb tayyorgarligi. Ikkinchi bosqich bu taqsimlash hisoblanadi, ya'ni kadrlarni qabul qilish va joy-joyiga qo'yish. Uchinchisi moslashish bosqichi, ya'ni ijtimoiy psixologik tuzilishni shakllantirish, shaxslararo aloqalarni yo'lga qo'yish, ijtimoiy psixologik moslashish, ijtimoiy iqtisodiy tizimlarni shakllantirish, kasbiy jihatdan moslashish deb ham aytiladi. Keyingi slaydda korxonani boshqarish xususiyatlarini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni korxonada xodimlarni boshqarish tizimining asosiy vazifalari, ya'ni korxona o'z maqsadlariga erishishda yordam berish, korxonani malakali va manfaatdor xodimlar bilan ta'minlash, korxona xodimlarining mahorat va qobiliyatlarini samarali foydalanish va quyida yana bir qancha aytaylik korxona xodimlari boshqarish tizimining asosiy vazifalari demak berib o'tilgan. Ular bilan albatta tanishib o'tishimiz zarur bo'ladi. Ya'ni o'sha yerda turmushning yuqori sifat darajasini ta'minlash, korxona xodimlarining mazkur firmada ishlash jarayonining maroqli qilish darajasini ta'minlash holatlarini ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Va keyingi slaydimizda kichik biznes boshqarish orqali bajariladigan vazifalar, asosiysi bu yerda o'sha kichik biznes va xo'jalik subyektlarining boshqarishni
amalga oshirish orqali quyidagi vazifalarni amalga oshirishimiz mumkin. Birinchisi korxonani ishlab chiqarish, tijorat, moliyaviy faoliyatni rejalashtirish, marketing faoliyatini tashkil etish, boshqarish, ko'rishimiz mumkin. Boshqaruv qarorlarini bajarilishini nazorat qilishimiz albatta zarur bo'ladi. Xo'p, keyingi slaydimizda ko'rishimiz mumkin. Xo'p, bu slaydimizda demak biznes miqyosidagi mos keluvchi tashkiliy tuzilma, ya'ni yangi tashkil etilayotgan korxona uchun tashkiliy tuzilmani shakllantirishni demak tavsiflab berishda yaratiladigan masalalar mavjud. Ya'ni asosiy boshqaruv lavozimlari va boshqaruv xodimlarining umumiy soni, boshqarish tizimining iyerarxik bosqichlari soni va u yoki bu lavozimlarga mutaxassislar rezyumesini topish, to'plash va boshqaruv komandasini shakllantirish va boshqaruv komandasini o'zlari demak a'zolar holati bo'yicha o'rtasida rolni taqsimlash va har bir komanda a'zosining funksiyalarini belgilab olish, boshqaruv komandasining har bir a'zosi uchun oylik ish haqi miqdorini belgilash va boshqaruv komandasi a'zolarini yo'llash shartlari ko'rsatib o'tilgan. Keyingi slaydimizda boshqaruv sikli bilan tanishib o'tasizlar, ya'ni boshqaruv tajribasi holati bo'yicha maqsadlarni belgilash va qo'yish, ma'lumotlarni to'plash va ularni qayta ishlash, qarorlar natijasini baholash, qarorlarni qabul qilish, qarorlarni amalga oshirish va yakunida o'sha natijalarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va yana aytib o'tamiz, kichik biznes va tadbirkorlik korxonalari boshqaruvining tashkiliy tuzilmasi, ya'ni kichik biznes va tadbirkorlik korxonalari boshqaruv tuzilmasining tashkiliy turlari bo'yicha 6 ta ko'rinishni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni chiziqli, pog'onali, chiziqli shtabli, funksional, chiziqli funksional, dasturli, maqsadli va matritsali ko'rinishlarini ko'rib o'tamiz. Va yuqorida bugungi mavzu doirasida aytib o'tilgan fikrlarga qisqacha xulosalar ham berib o'tamiz. Ya'ni biznes faoliyatini to'g'ri tashkil etish va boshqarish biznesning rivojlanishi uchun zarur demak shartlardan biri hisoblanadi. To'g'ri tashkil etilgan boshqaruv jarayoni imkoniyatlaridan samarali foydalanish, daromadlarning ko'payishini, xarajatlarning oqilona sarflanishining hamda foydaning oshishini ta'minlashi shubhasizdir. Albatta ushbu yuqorida aytib o'tilgan holatlar bo'yicha ham yana bir qator qo'shimcha ma'ruza matnida fikrlar, holatlar berib o'tilgan. Ular bilan ham tanishib o'tib, quyida yana testlarni bajarib o'tishingiz mumkin bo'ladi albatta.